Assalomu alaykum. Oriyat Dono radiosining qadrli muhiblari, muhtaram birodarlar. Muborak Ramazon yurtimizga tinchlik va osoyishtalik, xonadonlarimizga fayz va barakot olib kelsin degan tilaklar asnosida Ramazon fonusi deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy dasturimizning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam o'zidan keyin o'tgan barcha payg'ambarlarning otasi bo'lganligidan Abul Anbiya, payg'ambarlar otasi deb nomlangan. İbrahim aleyhisselam uchala din vakillari, Yahudiylar, Nasroniylar va musulmonlar tomonidan hurmat bilan tilga olinadi. İbrahim aleyhisselam Dajla va Firot daryosi oralig'idagi Bobil davlatiga qarashli Savod degan joyda tavallud topdi. Bu paytda Namrud bin Kanon podshohlik qilardi. U vaqtlarda har bir shahar aholisining o'z ilohi bo'lib, o'shanga sig'inishardi. Shahardan chetdagi qishloqlarda ham sig'inadigan butlar mavjud edi. Ularni kichik ilohlar deb e'tiqod qilishardi. Ibrohim alayhissalom ko'p xudolik keng tarqalib, butu timsollarga sig'inish avjiga chiqqan bir davrda dunyoga keldi. İbrahimning otasi Ozor butlarga sig'inuvchilarning sardorlaridan biri edi. Ozor butga sig'inibgina qolmay, o'zi but yasab sotardi. İbrahim o'z otasini hidoyatga da'vat etish muqaddas burchi ekanligini his etib, xushmuomalalik bilan uni yolg'iz Allohga ibodat qilishga da'vat qildi. Otasiga bu sig'inayotgan butlari eshitmaydigan, ko'rmaydigan, hech narsaga qodir bo'lmagan jonsiz narsalar ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Lekin zalolat girdobiga g'arq bo'lgan Ozor Ibrohimga hali sen butlarga sig'inishdan yuz o'girmoqchimisan? Agar bu fe'lingdan qaytmasang, seni toshbo'ron qildiraman. Joningni saqlayin desang, ko'zimga ko'rinma, dedi. Ibrohim yana ham vazmin ohangda otasiga qarab, men sizga hech qanday yomonlikni ravo ko'rmasman. Agar mening hidoyatga da'vatim sizga og'ir botgan bo'lsa, sizdan va siz sig'inayotgan butlardan yiroqroqqa ketib, yolg'iz Allohga ibodat qilib yururman, deya javob qaytardi. Ibrohim o'z otasi so'zini qabul qilmagan bo'lsa-da, kishilarni hidoyatga da'vat qilishdan to'xtamadi. Bayram kunlaridan biridan kishilar xursandchilik bilan bayramni nishonlash uchun shahar tashqarisiga otlandilar. Ibrohim ham ular bilan birga edi. Lekin betobligi sabab tezda shaharga qaytdi. Butlar o'rnatilgan joyga kelib, barcha butlarni bolta bilan chopib, maydalab tashladi. Eng katta butga tegmay, boltani uning qo'liga osib qo'ydi. Shahar aholisi bayram o'tgach uylariga qaytishdi. O'zlari har kuni sig'inadigan butlarning parchalanib yotganini ko'rib, buni Ibrohimdan boshqa hech kim qilmagan deya undan nimaga bunday qilganini so'rashdi. Ibrohim bu butlar botil, hech narsaga qodir emas ekanligini o'z qavmi anglash fursati yetganligini aytib, bu mayda butchalarni ana u katta but chopib tashladim. Ishonmasangizlar butchalarning o'zidan so'ranglar, dedi. Qavm
bu butlar so'zlay olmasligini bayon qilib o'z xatolarini anglay boshladilar. Ammo qalblari zalolatla muhrlangani sababli jaholat yana ustun keldi. Ular bunday suhbat natijasida o'zlari sharmanda bo'lishlarini anglashib, kuch ishlatishga o'tishdi. O'zaro maslahat qilishib, Ibrohimni o'tda kuydirishga qaror qildilar. Bu xabar shoh Namrudga yetib borgach, u fuqarolarni o'tin to'plashga buyurdi. Shohning amriga muvofiq kishilar bir oy davomida o'tin to'plash bilan mashg'ul bo'ldilar. To'plangan o'tinni har tomondan yoqishga amr bo'ldi. Gulxan shu darajada baland ediki, hatto ko'kda uchib ketayotgan qushlar ham kuyib tushardi. Podshoh o'z a'yonlari bilan maslahatlashib, Ibrohim alayhisalomni qo'l oyoqlarini bog'lab o'tga irg'itmoqchi bo'ldilar. Inson va jinlardan boshqa yer va ko'kdagi barcha mahluqotlar faryod qilib, Parvardigoro, yer yuzida Ibrohimdan boshqa ibodat qilguvchi kimsa yo'q. U sening do'sting bo'lsa-yu, qanday u o'tda kuyadi? Sen o'zing unga yordam va madad bergil deya nido qildilar. Ibrohim alayhisalomni o'tga otishga hozirlik ko'rilayotgan paytda suvlarga muakkal bo'lgan farishta kelib, "Ey Ibrohim, barcha suvlar ixtiyori mening qo'limdadir. Agar xohlasang, buyururman, suvlar o'tni o'chirur" dedi. Shamolga muakkal bo'lgan farishta, "Ey Ibrohim, agar xohlasang, shamolga amr eturman, butun o'tni o'chirib yo'qotur" dedi. Ibrohim alayhisalom ularga, "Sizlarning yordamingizga muhtoj emasman" deb boshini yuqori ko'tardi-da, "Parvardigoro, sen yagonasan, ahadsan, mendan boshqa senga ibodat qiladigan kimsa yo'qligini o'zing bilursan" dedi. Ayrim rivoyatlarda ta'kidlanishicha, Namrudning amri bilan bir oy davomida to'plangan o'tin yoqilgach, olovning tafti balandligidan Ibrohimni o'tga shunchaki uloqtirishning iloji yo'q edi. Namrud atrofidagilar bilan maslahatlashib, Ibrohimni palaxmonga solib uloqtirishni lozim topdilar. Uni qo'l oyoqlarini bog'lashdi. Shu on Jabroil alayhissalom hozir bo'lib, "Ya Ibrohim, menga biror hojating bormi?" dedi. Ibrohim alayhissalom Jabroilga, "Senga hojatim yo'q" dedi. Jabroil alayhissalom, "Unda hojatingni Robbingdan so'ragil" dedi. Ibrohim bunga javoban, "Parvardigorim mening holimni bilib turibdi. Allohning o'zi menga kifoya qilur va u eng yaxshi vakildir" dedi. Ibrohim alayhissalom duoni o'qishi bilan Haq subhanahu va taolo olovga, "Ey olov, sovuq va salomat qilguvchi bo'lgin" deya xitob qildi. Farmoni ilohiydan so'ng o't faqat Ibrohimni qo'l oyoqlari bog'langan iplarnigina kuydirib, o'ziga zarracha ta'sir etmadi. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirilgach, Namrud va uning ahli Ibrohimdan qutuldik deya xursand bo'lishdi. Parvardigor o'z xalilini alanga ichida omon saqlaganligini
bilishmasdi. Harorati har tarafga yoyilgan, hech bir maxluq omon qolmaydigan gulxan o'rtasida Ibrohim Parvardigoriga ibodat qilib, hech bir a'zosiga zarar yetmay sog' salomat chiqib keldi. Bir necha kun baland alanga bilan yongan olovdan omon chiqqan Ibrohimni ko'rgan Namrud hayajonga tushsa-da, Ibrohimning da'vatiga quloq solmadi. Allohga iymon keltirmadi. Ibrohim alayhissalomning vafotlari haqida Qur'oni Karimda hech narsa aytilmagan. Lekin boshqa manbalardan 175 yil umr ko'rganlari, farzandlari Ismoil va Ishoq tomonidan hozirgi Madinatul Halil degan joyga dafn etilganlari bayon qilingan. Ibrohim alayhissalom haqidagi yana boshqa rivoyatlardan Namrud Allohga iymon keltirmagach, Parvardigor unga bosh og'rig'i dardini berib, shu kasal bilan jonini olganim, u 7-chi do'zaxga tashlanganim qiyomatgacha so'ralmasligi aytilgan. Muhtaram tinglovchilar, hikoyamizni shu yerda muxtasar qilib, ushbu ibrat barchalarimizning basirat ko'zlarimizni yoritishini tilab qolamiz. O'tganlar nomlarini yod etib, duo birlar ruhlarini shod etaylik.